Honda degan ishni biz Dayanda qilib ko'ramiz. Demak, shaybani o'rnatdik. Honda faqat buni 1800 kubalik Goldwing degan $40,000 mototsikldir. Bizlar esa mana bu Dayan Titan modelini desimiz. Demak, qo'ydik. Dvigatel ko'rayotganingizdek ishlab turibdi va ketdik. Qanday turarmikan, tusharmikan? 1, 2, 3. Maksimal nabarot beryapmiz. Bir xil turibdi. Mototsikl umuman vibratsiya. Atsiyaga beryapmiz, tanga joyida turibdi. Videoni oxirigacha ko'ring, narx bilan oxirida tanishtirib o'taman, chunki bu mototsikl super mega narx 5 donasini e'lon qilamiz. Mototsikl adventure turkumiga mansub, ya'ni uzoq putешествияларga, uzoq safarlarga mo'ljallangan, kunlik foydalanishga mo'ljallangan. Hamda pasatka juda qulay, siz shaharda ham umuman charchamaysiz. Mototsikl tayyor. Ko'rayotganingizdek LED optika, dehqonchiliklar, galogen lamp optikasi, lobovoy bilan jihozlangan, shamol, pashshat, chivin hammasini sizni himoya qiladi. Ruchka zashtalar mavjud, yiqilgan paytda ruchkalarni ham himoya qiladi. Hamda yo'lda uch kelgan toshlar bilan sizni qo'lingizni himoya qiladi. Bundan tashqari, zavodskiy stokdan bunda o'zi kuchli baquvvat bamperlar o'rnatilgan, yiqilganda ham sizning ham plastikingizni asrab turadi. Bundan tashqari orqasiga katta bagajnik mavjud. Bunga xohlasangiz kofe o'rnatishga, yo'q xohlagan chamadon, pomidor izatlarni bo'ylab uzoq safarlarga ham tayyor chiqishingiz mumkin bo'ladi. Oldin podveskasi переверtish orqasi ham amortizator, orqali Lirovka qilsa bo'ladi, jostkisini. Hamda dvigatel eng asosiy izolyatsiyasi Honda patenti asosida 95% original Honda bilan inspeksiyon dvigatel. Massiv охлаждение, bu yerda mana radiator mavjud buni. Hamda delta injektorlari bilan jihozlangan. LCD display, taxometr, передача, скорость, odometr, barcha kerakli indikatsiya chiqarilgan. Mototsiklimiz telefon dijatidan zavoddan o'rnatilgan, USB zaryadniki mavjud. Bundan tashqari multimedia sistemasi bor. Multimedia ham radion foydalashga qiladi, ham fleshkani o'rnatib fleshkani ishlasangiz bo'ladi, hamda Bluetooth orqali telefondan foydalansangiz bo'ladi. Mototsikl o'ta sifatli va bu mototsiklning narxini diqqat e'lon qilamiz. Mototsikl o'zining narxi $3,700 edi va hozir buni mega aksiyada 5 donasini biza $2,500 e'lon qilyapmiz. Shuning uchun shoshilinglar, haqiqiy sifatli brend mototsikl olaman deydiganlar ulgurib qoling. Atigi 5 donasini bizga super narxda qilib beramiz.